Voy nima qilyapsiz adasi? Bo'ldi. Nima bo'pti o'zi sizga? Hali buni ichasiz, hali meni urasiz. Qo'shnilar chiqyapti, anta odamlar yig'ilyapti, uydan chiqinglar deyapti. Nima bo'pti o'zi sizga? Ha, yutqizib qo'ydim uyga. Uy, joy, mashina, do'kon hammasi ketdi. Yashagim kelmayapti bu dunyoda. O'zim o'saveraman. O'ldiraman o'zimni. Bor qatga borsang bor. Mashinaga keldi, hammasi mashitamga. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, kel, singlim tinchlikmi? O'tir. Yaxshi turibsizlarmi? Kel, o'tir. Nima bo'ldi? Tinch. Yaxshimisizlar o'zinglar? Ahmad, o'zing yaxshimisan? Tuzukmisan? Nima bo'ldi? Jiyan, sen bor akalaring bilan o'ynab turgin, xo'pmi? O'zim chaqiraman seni. Menga qara, yana urdimani iflos ering. Men uni kalt yeyishing uchun uzatib qo'ymagandim men senga. Ko'rsatib qo'yma hozir men unga. Yo'q, aka, unaqa emas. Men siz oldingizga shikoyat qilib kelmadim erim ustidan. Nima bo'lgan taqdirda ham meni juft halolim. Men boshqa masalada keldim oldingizga. Meni otam ham, onam ham sizsiz. Meni boshqa boradigan joyim yo'q. Kuyovingiz uyga qimorda yutqizib qo'yibdilar. Shuning uchun men siz oldingizga qarz so'rab keldim. Ha. Gap bu yoqda degan. Mayli. Sen keyin oldiga kiraver. Men yo'qni o'zim hal qilaman. Aka, Men seni tushundim. Aytdim-ku, sen keyin oldiga kiraver. Yo'qni o'zim gaplashaman. Menga qaraganda bo'lmish. Yana boshladingmi ichishni? Sizga nima? Hamda yurgin, men senga nimalarni ko'rsataman. Torting qo'lingizni. Zo'ranindan. Menga qarang, kuyov bola, sizni ma'muladan nima farqingiz bor, bilasizmi? Farqi shundaki, sizni oilangiz bor, guldek farzandlaringiz bor. Aslida siz ham mashinadan farqingiz bo'lish kerak emas edi. Sizni qaytarib turadigan singlim bor sizning hayotingizda. Nima senga shunaqa hayot yoqyaptimi? Ahvolingga qaragin, bo'lmish bo'lib qolganingni. Oldin qanaqa kompaniyalarni boshqararding? Menejerlik lavozimi muborak bo'lsin. Yaqinda Jizzax filialimiz ham ochiladi. O'sha yerda istiqboldan yaxshi ishlab berasiz degan umiddamiz. O'zingga tegishli xulosani chiqarding degan umiddaman. Shu bo'lmishligiga o'xshab qolmasligi uchun o'zingni to'g'rilab olgan, xo'pmi? Oldingda oilang bor, san guldek hayoling bor. Mana bu seni qarzingga, o'zing tiklab olishingga yetadigan pul. Bu pulni singlimga bermaganimiz sababi xotiningning oldida tiling qisilmasin dedim. Sen menga lavz berding. Lavzingga ishondim, tushundingmi? Erkak kishini lavzi halol, go'sht harom bo'ladi. Lavzingni harom qilib qo'ymagin, tushundingmi? Olma buni. Qadding ko'tarib yur erkak. Cho'milar ko'z yoshlarga, nafsiga qul kimsalar.